Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Hammalarga juma yomi muborak bo'lsin. Mana biz mashinlar tarqatishda boshlaganmiz bugun. Mana hozir chiqaman deyaptilar. Mana bu yerda bittasi chiqib ketdi. Mana shu onarini tug'ilish jarayoni mana shunaqa bo'ladi. Shu uchidan qopqog'ini ochib, sekin chiqarlar. Mana hozir mana bu yerda bittasi chiqib ketdilar. Bu chiqqandan keyin o'sha qolganlarni kovlashni boshlaydi buni. Irikligi, sifatliligi mana shunaqa bo'ladi. Karnika F1 inshaalloh mana shular. Masalan, hujumga o'tib, qolganlarni kovlashga harakat qilyapti ular. Shu tug'ilib turganimiz ham mana chiqishyapti. Chiqing endi, toychoq. Mashalloh. Mana asalari onarini tug'ilish jarayoni mana shunaqa bo'ladi. Quyosh bo'lgani uchun kameraga sal xilroq chiqib qolyapti-da. Yangi chiqqan.